Avtomobilda qaytish etish guvohnomasi, texpasport deydi. Shu olib ketganligini sababi hop zagran pasport bersam bu o'tmaydi deyishyapti. Lekin hayronman. Nima sababdan o'tmaydi? Hamma joyda o'tib kelyapti-ku. Komandir o'tmasmish. Sug'urtangiz ham yo'q ekan, akajon? Sug'urta bor. Qani sug'urtangiz? Onlayn yozgan, lekin Texas Motor'dagi bor. Onlayn yozib bergan, lekin chiqish kerak. Texas Motor'dagi bor. Texas Motor'niki bor. Ha, Texas Motor mana turibdi. Uni yo'q sug'urtam. Sug'urta ham bor, yaqinda yozdirganman bir. 2 oy cho'p qoldi. Akbarov Muhammad Ali, Akbarov Azim bor ekan, olasan-ku. Mashina o'zimni nomimda. O'zingiz nomingizda bo'lsa, sug'urtangiz bo'lishi kerak-da. Yo, baribir mashinaning sug'urtasi bor ekanmi, axir? Mashina sug'urtasi bor, lekin siz familiyangiz yo'q ekan. Hop, mashina o'zimni nomimda-ku, tasdiqlanadi-ku demoqchiman. Tegasiga yozganku, egasi deb yozgan, to'g'rimi mashina? Akbarov Nodirbek deb egasi deb yozgan-ku, to'g'rimi? Aka, bir daqiqa, shoshayapmiz. Bu degan mana shu gapda. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Salomat, alaykum assalom. Mazangiz yaxshimi? Charchamasdan, ishlangiz bo'lyaptimi? Videoga olishyapti, deyman. Aka, sug'urta, mashina o'zlarining nomida sug'urtalar yo'q ekan. Pasportlarni taqdim etmayapti. Yo, sug'urta bor-ku, nomim yo'q deng. To'g'ri tushuntiring. Sug'urtangiz bor, siz. Ha, bo'ldi, o'shani to'g'ri tushuntiring. Yo'q ekan deb kuchotda yo'q emasda. Lekin Sug'urtangiz sug'urta. oldingizdan qog'oz bor. Shu yo'qda, nima bor ekan, qani hozir, ha? Beringiz, o'zingiz nomingizdan qilingan bo'lishi ham mumkin-da, aka, shunga ko'rib qo'yamiz. Ha, bo'ldi, hozir qo'lingizga varaq berdim. Bermadingiz. Qaytarib berdingizmi? Ko'rekchi aka bundayda, sug'urta qilasiz-ku. Hop. Nomingizdan qilingan bo'lsa, sizni nomingiz keltirish shart emasda, O'shani aytaman-da mana, ko'ringizmi? O'shani ko'rib beraman, endi ancha bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Hop. Insonmiz, hammamiz adashamiz. Albatta, to'ppa-to'g'ri. Ismingiz nima? Nodirbek. Aka, mana sizni nomingizdan qilinyapti. Ha, shunday. Borogan aka uzra. Albatta, hop. Oq yo'l aka. Hop, charchamang. Hop, Yuravering. komandir, hop. Salomat bo'ling. Hop. Shunday xodimlar bo'lsa, yaxshi obunachilar, mana ko'rdilaring va aql yetmagan xodimlar ham bor. Mana sheriga keldi, oq yo'ltilar. Chunki hamma hujjatim joy-joyida-da. Bu hujjatsiz yurib bo'lmaydi hozirgi zamonda. Lemini ham taqib olaylik. Yo'l qoidalariga amal qilgan holatda. Bo'ldi, o'chiraversin syomkani, Azimboy.